Əslində, kəgim kəməydiğanlıqı maňa ayan idi. Mənmu şoňa kəməydim. Әмма münasibətlik bir iş boп qelib, yana berişqə toğrı gəldi. 60-cı yıllarning dəslipidən lagerdə billa bolğan həmrahlarımdan biri bilan uçuruşup qaldım. Yadınızdımı? Mehrigül degan g'uljuliq qiz. Balkim siz mening xotiramning kuchlikligidan cho'qim uni avval tunib qoldi deb o'ylaysiz. Әмма u meni tunib qoldi. Nemiski men tanıyamaganligimni sizga deb berishim bir azob. Uning yuzi to'ng'usiz holga kelgan bo'lib, uni men emas, onasimi tanıyamasligi keskin edi. İş izlab oshxonalarga, navoiylarga do'qirib yurganimda xeli cho'ng bir oshxonada uni uchratdim. Uning qo'rqinchli chiroyidan qandoqmi to'nuy? Xo'jayinni izlab zaldan tomoq etiladigan yerlarga kirdim. Men xo'jayindan ish yo'q degan javobga erishib, ketay deb tursam, oldiga partuq tortib olgan, chochlariga oq kirgan yo'g'uch ayol ismimni chaqirib qoldi. Sabitka! Ko'zi tirtiyib qolgan, og'zining bir tarafidagi tortuqmi og'zini bir tarafga so'rab ketgandek bilinadigan bu qeri ayol kimdi? deb bir daqiqa mangdab turib qoldim. Ammo uning ovozini darhol tonidim. U yillarning tavlishi bilan ajoyib qaysarlashib ketgan bo'lishiga qaramay, yig'lib etayli deb mo'ldirlab turadi. U ojizlikdan emas. Shuncha uzun yillardan keyin ich-serini to'kishga petinolug'idek tonishini, yaqinini uchratganligining suyunchidan yig'laydigandek edi. Ish ustida ekansiz, menga adresingizni bering, dam olish kuningizda turalg'ingizga boray, dedim uni gap qilishdan to'sib. Chunki shu daqiqada uning beshiga kelgan jimi fojiani qiyos qilib bo'ldim. Bu ishqimi oson erishmaganligini bildim. U holda u og'iz ochgan hamalla o'zini tutolmaydi. Xo'jayin buni bek yaxshi qarshilamaydiganligi menga ayon edi. Ham ikkimizning kechmishlaridan aytganda, bu yerda qisqa bir necha minut o'ri turibli so'zlashib bo'lamaydik. U meni tushundi. Ammo ko'zlaridagi yosh durdonalari ashu tirtiyib ketgan chanoqlaridan to'kilaydi deb qolgan holda xijolat va azob bilan. Mening dam olish kunim yo'q. Ruxsat so'rasam bir kunga ma'qul damdikin bilmayman, dedi u. Bunisi texim ichinishliq edi. Amsa kechda bo'lsimi bo'ladi. Adresingizni bering, dedim. Ammo men kecha 12 gacha ishlayman. Oshxona 11largacha ochiladi. Ondan keyin tozliqlarni tugutish kerak. Ertasidagi ishingizga daxlisi bo'lmaydigan bo'lsa, menga 12 ning bir to'salg'usi yo'q, dedim men ichimning ochiq ichishidan chiroyim tatargan, nafsim tezlashgan holda. Eng yaxshisi doktorga ko'rinaman deb bir kun ruxsat olay. To'ttikanmisan bo'lmaydi. Shunga kechda uxlash kerak. Mana bu adresim, dedi u menga tez-tez yozilgan bir parcha qog'ozni uzatib. Xo'shlashdik. Xo'shlashmaymi bo'lmaydi. Chunki xo'jayinning qapoqlaridan qor yoqqili turgan edi. Ammo mening dardim bir yoqda qoldi. Endi bu qiz haqida o'ylashga boshladim. Qiz da'vatiman, ammo uning turqi mendan muqayriroq edi. Ish izdashdim voz kechib, bog'chaga qarab ketdim. Biror o'rindiqda o'ltirib olmasam bo'lmaydi. Uning hikoyasining qanchalik murakkab yoki oddiy bo'lishidan qat'iy nazar, natija e'tibori bilan bakmu dahshat edi. U texa bir g'unchi bo'lib echilmayli to'zib tugagan edi. Bu nobud bo'lishda mening hassam bodek bir his meni qiynashga boshladi. Men ashu sharmanda xotinga homiylik so'zi bermagan bo'lsam, balki Mehrigul omon qoladimikin? Uning fojialarida va uning bilan birga bo'lgan navqiron yigit-qizlarning fojiasida mening qo'lim bodek bir tuyg'u meni azoblab saran qilib qo'yayli dedi. Aslida men 1937-yillar o'lishga tegishlik bir edim. Nimishki bu kungacha yashayapmankin? Ustilab azob tortish, azobdanmi o'taroq ahonat chekish uchun hayot qoldimmikin? Beshimga kelgan qo'rqinchli qismatlarning har do'qmishida sonsizlagan odam o'lib ketdi. Men nimishki o'lmayapmankin? Yanimi ko'proq azob tortish uchunmidi? 20 yoshqimi bormayla vatan, millat uchun tajovuzchilarga qarshi uyushgan bu yoshlarning ichida qismatlar buningdan yaxshiroq bo'lganlari bormikin? Agar umumjahonning raptoriga beqib, xo'jining etini sug'a, pulini ol deganning hayot deganni hayotining falsafasi qilgan bo'lsa, balkim bu kamgacha esil o'ylari,
yaxshi xizmati, qo'noq va baxtiyor oilasi bo'lgan bo'ladi. Әтісі u bergan adresga bordim. Hamidning uyidan keyin yana bir bo'ytaqning uyiga kelganim uchunmikin, bu menga osmon zamindek bir silishtirma hosil qilgan edi. Nimali degan bilan xotin kishining uyi degan boshqa gapda. Ikki eg'iz yer uy. Arqa ko'chalarning tor va patqoqliq agmalarining bir burjikida bo'lsinmi? Uyga kirgan hamon xuddi cheksiz bo'shliqqa, yop-yeshil yayloqqa, xush havoga chiqib qolgandek ozoda, ko'ngillik ta'sirat beradi. Havası bo'lsa, esil ayollarning yenidan o'tgan chaqda puraydigan puruqidek xush puraydi. Undan boshqa mazalik tamoqning puruqimi keladi. Demak, u meni mehmon qilish uchun tamoq qilib o'ltirgandek qiladi. Deganimdek, u meni mehmonxonasiga boshlabla oldimga noz-ne'matlarni tizivatdi. Orqadan o'xshagan lag'manmu yetib keldi. Biz tamoq yeyotqichimi totinchoq bolalardek jimli o'ltirib, bir-birimizga yo'chun qarab qo'yishdik. Men o'zimda uning hayot hikoyasini so'rashga jasorat topolmaydigandek qilardim. Ammo u intayin chechan qiz edi. Cho'qimki, bugunmi uningdagi shu chechanlik yo'qolib ketmagandek qiladi. U holda u suhbatni o'zi boshlashi, meni qiyin bo'lgan savolni so'rashga majbur qilmasligi kutishga bo'ladigan ehtimollik edi. Tamoqdan keyin yig'ishtirib etilgan ratlik shira ustiga choy keltirdi. Ondan kutganimdek so'zini boshladi. Bilman, siz uchun nima bo'lding, nima bu holga qolding degan savollarni so'rash bekmi og'ir. Yaqin kishilarimdan hech qaysi bundoq so'rashga petinmadi. Ammo dushmanlarim meni cheqib olishga tirishadiganlar masxara bilan buni so'radi. Dedi u o'zini xeli tutib olgan holda. Siz lagerdan yo'tkilib ketgandan keyin menimi boshqa bir yerga yo'tkidi. Bir Uyg'ur boshliq birinchi kunida ko'ngliga bir shumliq pukkan bo'lsa kerak. Menga sizni osonroq bir ishga o'rinlashtirib qo'yaman dedi. Degandek, men maydonning traktor degandek mashina uskunalarini remont qiladigan ustaxonasiga Jigongdoy Xitoycha selsarxona degan ma'noda bo'ladi avtordan. Jigongdoyga taqsim qilindim. Her holda ishimiz sexning ichida bo'lg'ashqa etizlik tikidek japoliq emas edi. Hech bo'lmaganda yozning ko'ydirgicha aptipidan, qishning jondan o'tadigan sovuqidan qutulgandek qilardim. Ammo ko'p o'tmayla beshimda agib yurgan qushni ko'rdim. Heliq Uyg'ur boshliq menga g'ayriy munosabat taklifi qildi. Mening barliq qiyinchiliklarimning hal bo'ladiganligi, xuddi talada rasmiy bir ishda ishlayotgandekla muomala bo'ladiganligini qatorliq nurg'un va'dalar bor edi. Rad qilishim foyda bermadi. Fursat topsili ko'zimga kirib oldi. O'zi yeshi bir yerga borgan porko'takdek bir nima edi. Keyin hatto sexda yolg'iz bo'lib qolsam rasmiy esiladigan, zo'rlik qilish urinishlaridimi bo'ldi. Oxirgi qitim uning bilan mana shundoq elishib, o'zimni qutqizish uchun qo'limga chiqqan temir bilan cho'qqisiga soldim. Shundala u mening noz qilmayotganligimni, menga erishishni uxlab tush ekanligini tan oldi. Uning beshi yerilgan, qanab ketgan edi. U keyin sexga kirib kelganlarga buni boshqacha tushundirdi. Ya'ni bilasiz, moda bo'lgan usulda bir sinfiy dushmanning inqilobiy kadrga hujum qilishi shaklida tushundirdi va buning hisobi elindiganligidan ogoh berdi. Mehrigul xuddi o'zining hikoyasini emas, boshqa birining hikoyasini yoki kitobdan bir hikoyani so'zlayotgandek so'g'uqqan bo'lib qolgan edi. Ichimga bir qo'rqinch tushdi. Davom qildi u. Bilasiz, bu ablahlar xalqini qila olaydi. Biz huquqsiz bir puhralar emas. Shu anda bir jinoyatchi ekanmiz. U holda bularning nima qilsa qila oladiganligiga ishonchisi texmi to'liq bo'ladi-da. Men u menga badnom otib qamoq yilimini yana ko'paytirganligini tasavvur qildim. Buningga al-hukmillah deb ideya jihatdan tayyorlik dedim. Siyosiy jihatdan qamoqdan chiqqandimi billa chiqadigan bir qalpoq kiydirishim mumkin deb o'yladim. Ammo uning texmi zaharxanda suiqasd planlaganligini uxlasam tushimdimi aqlimga keltirmagan edim. Bir kuni biz traktorlarning akkumulyatorlarini söküp, ba'zilariga yangidan kislota to'ldirib, ba'zilarini almashtirib ishlayotdik. Kislotaning soplik darajasini xeli xo'p tushirib, ondan qo'yatdik.
İşkaplarda sap kislatalar bo'ladi. Uni rezinka shumurgich bilan shumurib elib, par suvi bilan aralashtirib, persentini tushirib ishiltish kerak edi. U mening qo'limdagi shumurgichni tuyuqsiz tatib elib, "Sen yaga temitib etib barsan. Davlat mulkini isrof qilding. Men sana o'gitib qo'yay" deb zaharxandlik bilan kuldi-da, men texi bir ishni xiyolimga keltirishga ulgurmagandim. Yuzimga, peshonamga qaratib bir necha mijivatganti. Ochiq kuyuk og'riqidan chirqirishim sextikilan cho'chitibdi. Men uningga qandoq aralashtirishni ko'rsatib ehtiyotsizlikdan bir necha temim temib ketdi. Dedi u hech xiyoliga keltirmay. Kislotadagi o'yg'uchi bo'g'ashqa go'shtni ko'ydiribli bo'ldi qilmaydi. So'ngakka ketadi. Qandoq degan gap bu? Deb vaqirdi jinoyatchi hisobidagi ustalardan biri va meni so'rgancha apirib. Tömürchilar doim qizitilgan tömürni sug'urdigan yo'g'on dastiki suvga yuzimni pattirdi. Yuzimga changilida suv elib sepdi va menga "To'xtamay yuving" dedi. Ammo buninglik bilan ish bitmadi. Kislota 90%lik sapliqda bo'lg'ashqa yuzlarimning go'shini o'yib ichkirilab ketgan edi. Men chiyqiraydim. O'zimni har yon uratdim. Oxiri Xitoy boshliq doktorga apirishga ruxsat berdi. Maydonning doktorlari hech nima qilolmadi. Cho'ng doktorga apirish kerak. Bo'lmasa o'ladi deyishdi. Aslida ajoyib yaxshi bo'larkandiq. O'lgan bo'lsam, hozirgacha shu chog'da kechikib qolib o'lib ketgan bo'lsam-chu deb o'ylayman. Eng yaqindagi doktorxonaga apadi. Darhol operatsiya qilib, kislotaning zahri yetgan, buzilgan to'qilmalarni kesib, o'yib elib etishdi. Doktorxonada bir oycha yotdim. O'yilgan ya'ni xuddi eski japanning yirtiqini to'mab tikib qo'ygandek tikib qo'yishdi. Ota-onam ahvolimdan xabar topdi. Ular orliq yiroq bo'lg'ashqa uzoq-uzoqda yo'qlab keladi. Meni bu holda ko'rib, onam xudini yo'qotib qo'ydi. Men nimishki yana yashayapman deb o'ylaydigan bo'lib qoldim. Yolg'iz qiz edim. Mening hasratimni ko'tarmay, onam avval tugab ketibdi. Keyin uzoq o'tmay dadammi uningga yetishibdi. Men shundoq qilib dunyoda yakka-yagona qoldim. Qolgandimi mushu holda qoldim. Do'st dushmanning oldida nima deb yuraman deb o'ylab g'uljiga qaytib borg'im kelmadi. U yerda tangtushlarim, do'stlarim, dushmanlarim hammasiga ko'ringim kelmadi. Shaharda obdan qo'ruv joyimiz bor edi. Onamning inisiga kichik tog'amga xat yozib, uyni sotqizib, pulini Urumchiga keltirdim. Bu yerda hech kim, agar bir tuqqan qarindishim bo'lgan taqdirda meni tonimaydi. Men tonimasam, meni hech kim tonimaydi. Hech kim tonimaydigan yerda o'zimning qalb teranligiga o'zimni qamab, zohidlardek tanho yashashni to'g'ri topdim. Mana bu eski uyni oldim. Ozroq pul oshgan edi. Qarasam yetib yeganga tog' to'shimas degandek qo'limdan uchib ketgili turdi. Shuning bilan palaxshib yurib ish izladim. Turqumdan qo'rqib hech kim ish bermadi. Shu ishimni baktasda topdim. O'lmagandan keyin yashashga majbur bo'ladigan gapkan. Yashash uchun pul bo'lmasa bo'lmagandikin. Shu nimishga o'lib ketmay tirik yurayotmankin. Yana nima ko'ngilliklarim borkin? Surishtirsam, bizning topimizdagi sabdoshlardan hayot qolganlari yo'q deyarlikkan. Hayotlarini uzoq bulung pishqoqlarda chechib yo'qotibdi. Siz biladigan Almas degan yigit bor edi-ku. Uni azoblab o'ldirib etibdi. Ammo men yashayapman. Nimishqa menga ularga nasib bo'lgan shahidlik nasib bo'lmadi. Nimishqa yana yashayapman. Shuncha azoblardan qandoqsiga eshib qolganimni hech tushunmayman. Hech ishonmayman. Men uning hayotimni qisqacha so'zlab berdim. Ondan uning gunohkorlik tuyg'usi bilan o'z-o'zini ayblayverishiga qarata tasalli aytdim. Gerçi bundaq gunohkorlik tuyg'usi meni doim qiynab turadigan bo'lsa-mu. U aslida diyonatlik oilaning qizi bo'lg'ashqa, lagerda mening diniy ta'limlarimni xili anglagan edi. Endi bo'lsa, beshiga kelgan bu musibatlardan keyin uni oyoqda tutib turgani Alloh qo'rqinchi va Allohning rahmat va marhamat ekanligini bildim. U taqvodor mu'mina bo'lib qolganligini uydagi joy namoz, Qur'on qatorliqlardan darhol his qilishga bo'ladi. Agar musulmon bo'lmagan bo'lsam, bu alamlarni ko'tarmay, o'zimni o'ldirib olgan bo'lardim, dedi u.
Faqat Allah qo'rqinchisi meni hayot tutib turibdi. Bularning hammasida bir hikmat bor. Allah'ның her taqdir qilgan ishida bir hikmat bor, bir foyda bor. Ammo biz uni ko'rmaymiz. Ko'ramasak-mi buningga ishonishimiz kerak. Hayot qilishingizni undaq ahamiyatsiz deb qarasangiz, hayot siz uchun hasha bo'lib qolmamdi. Uningga bir ahamiyat baxsh etishga, ma'no berishga tirishing. Uzoq so'zladim. Gapdan boshqa nima bor? Qo'limdan nima keladi? Uningga qanday yordam qila olayman? Birdinla Hamid yodimga keldi va lagerda doim aramizda bo'ladigan Hamid Turdini eslay olamsiz? deb so'radim Mehriguldan. Ashu Hamidni ko'rdim. U pensiyaga chiqibdi. Bo'ytaq ekan. Hayoti bekchechilang'u. Bir ayolga bekmi ehtiyojliqdek. Agar sizga uni soya qilsam nima deysiz? Meni azoblamasangiz ekan degan bo'lardim. Meni kim yaratdi? Bir qaytim eg'izlanib, bir qaytim radga uchrash nimadan derak berishini siz tasavvur qilamamsiz? Bu xuddi egiz ko'tirib turib yerga tashlagandek bir ish. Onundan ko'ra tinch hayotimga bundaq ko'ngilsiz davolg'ushning kelmasligini, aran qaqash tutgan qalb yaramning takror qanamasligini tilayman. Uning degani rost edi. Ammo Hamid meni kim yaratdi demaganmidi. Әмді мұшы ikkilan bir-birini yarastıla her ikkisining ehtiyoji бүткен bo'ladi. Şuna ko'nglimga pükkunimni sinab baxmay qo'ymaydigan niyatga keldim. Mehriguldan ayrılıp chiqib, uzoqcha uning xotirasini kallamdan chiqarib etamidim. Yanıla uning taqdiriga ko'ngil bo'lish istikim bilan Hamidni izlab bordim. Hamid oqshomda bek kechayotgandek qiladi. Şuna tushga yaqin bo'lganda eshikni cheksam texicha uyquliq ko'zlari bilan elishib ketgan holda eshikni ochdi. Meni ko'rib, ko'rinarlik shaklda xushal bo'lganligini bilindirdi. Uning uyqusini buzganligim uchun uzr tilash bilan darhol uyning hal ahvoli bir oz radlanib qolganligini farq etdim. Ammo puroq yanılı bor edi. Şuna ko'p turg'im kelmay asosiy maqsadga o'tdim. Hamid, siz heli lagerda biz bilan birga bo'lgan Mehrigul degan qizni eslay olamsiz? deb so'radim va uning javobini kutmayla. Shu qizni ko'rdim. U jafo mushaqqatdan ko'p o'zgarib ketibdi, qeribdi. Ammo siz bilasiz, u sizga boqqanda yanali ko'p kichik. U texichi bo'ytaq ekan. Mehrigul, u texichi bo'ytaq ekan demsiz? Ha, bo'ytaq ekan. Sababi u lagerda kommunist kadrlarining ziyonkashligi bilan chiroyi nobud bo'lg'ashqa yotliq bo'lamabdi. Ammo siz uning oltindek qalbini bilasiz. Vafodor xotin bo'la oladiganligim ko'zingiz yetidi. Sizmi meni kim yaratdi deb atatdingiz. Endi yana bir meni kim yaratdi deydigan loyiq tepilyotidi. Buningga nima deysiz? Ko'rish boqayli, qani qandoq bo'ladi ekan? Mehrigul rozi bo'lmadi. U hech kimga yaramaydiganligiga jazm qilib o'rgangashga, birasi bilan ko'rishib, keyin rad kuchirab, azobini eg'irlatishni xohlamaydi ekan. Ammo men uningga uqtirmasdan uzoqdan ko'rib beqishingizni maslahat beraman. U sizni ko'rib qolmasin. Bo'lmasa meni ayiblaydi. Ko'rib beqing. Chiroy degan-ku odamning qalbiga vakillik qilmaydi deymiz. Ammo yanılı chiroy birinchi ta'siratni shakllantiruvchi bo'lg'ashqa, uning rolini inkor qilmayman. Ümidim, siz uning qalb go'zalligini ko'ra olsangiz ekan, deyman. Uning uyini ko'rsangiz, radlik, saramjonligi haqiqatan qo'li gul. Men ko'rib boqay, dedi Hamid. Ko'mayli ma'qullik bildirishga tayyorman-da, ammo yanili ko'rib boqay. Men u qizni bilaman-ku, uning esilligida gap yo'q. Siz ko'rib beqing degashga bo'pti ko'rib boqay deyman. Uning adresini aytib berdim. Qandaq qilib qochuydigan yerga kirishning usullarini o'rgatdim. Uningga ko'rinib qolmasligini bek topildim. Hamidning ko'mayli bo'ladi desam bo'ladi deganlaridan xili umidvor bo'lib qoldim. Ammo keyingi qaytim natija haqida so'rashga kelganimda Hamid chiroyini purishtirdi. Men texi normal satlardan bo'lgan bo'lsa deb o'ylab tas qaptiman va'da qilib atgili. Uningga ko'ngil elishmasdan qarg'ili bo'lmaydigan darajada ekan emasmi? dedi. Bu gap menga shunchalik ha keldiki, Hamidning xamirini ezib etmaslik uchun o'zimni zo'rg'a tutdim.
Mehrigülning o'ylagani to'g'ri ekan. Hamiddan shunchalik ko'nglim qoldiki, osh beti ikkinchilab izlamadim. Mehrigül do'stlarga muhtoj, ammo haqiqiy sodiq do'stlarga. Uni helimi yo'qlab turman. Yo'qlamasdan ichimda bir ayibkorlik hissi meni azoblab o'ltirg'izmaydi. U hozir xo'jayinning ishonchiga erishgan bo'lg'ashqa haftada bir kun, har dushanba kuni dam olish berildi. Dushanba kunlari bizmi bak besiq bo'lmaymiz. Shunga tushdan keyinroqda uningga mehmonga borman. Uning mahallasidagilar meni Mehrigulning dadasi deb atashidi.